nuqsonlar deb aslan bemorda tug'ma yurakdagi patologiyaning tug'ma bo'lishman ta'siri kasali. Yurakdagi patologiya tug'ma ravishda bo'ladi. Bu ko'pincha turlari bor demak bizada tug'ma turlari. Birinchisi arteriovenos. Arteriovenos yoki oq paroklar deymiz. Oq paroklar. Qarayapsizmi? Birinchi arteriovenos oq paroklar. İkincisi veno-arterial paroklar yoki ko'k paroklar. Veno-arterial paroklar. Ko'k paroklar. Uchinchisi esa stenotik paroklar. Stenotik paroklar. Stenotik yoki aralash turlari ham bor. Aralash turlari ham bor. Stenotik yoki aralash turlari bor. Mana bu tasnif deb qabul qilingan. Arteriovenos deganda arterial qon vena qonga almashinib ketyapti. Shuning uchun oq parok. Mana bu sal og'irroq parok hisoblanadi, ko'p parok hisoblanadi. Bu vena qonda karbon angidrid bor, to'g'rimi? Karbon angidridga boy qon aynan arterial qonga almashgan hisobda bu ko'p parok sifatida qabul qilingan. Yozamiz. Arteriovenos oq parokka nimalar qiladi? Birinchisi bugun o'tadigan, demak, Bottalov yo'lining ochiqligi. Ochiq Bottalov yo'li. Yoki ochiq arterial yo'l yoki ochiq arterial yo'l. Buni o'tamiz. Bu bitta oq parok. Ikkinchisi qorinchalar aro to'siq nuqsoni. Yozamiz qorinchalar aro to'siq nuqsoni. Qanday bir patologiya mana bu yerda? Qarashlarga. Qorincha aro to'siq nuqsoni. Yana bunga misol bo'lmachalar aro to'siq nuqsoni. Bu ham oq parok. Oq parok. Demak, bu uncha hipoksofik ehtimoli kamroq. Ovoz eshitishmi? Yo'q. O'shada bo'lmagan bo'lsa, ovoz eshitish boshlaydi. Ovoz eshitda ochiq qoladi. Bu qanaqa parok? Arteriovenos oq parok hisoblanadi. Batafolik ochiq arterial yo'l, qoracha to'siq defekti, bo'lmacha to'siq defekti hisoblanadi. Vena arterial yozamiz. Falloni yozamiz. Fallo. Eshitganmizmi? Fallo tetradasi, fallo triadasi, fallo pentadasi. Ana shu paroklar. Yozamiz. Qo'shimcha bunga yana Epstein anomaliyasi. Qaysi ekan? Epstein anomaliyasi. Epstein anomaliyasi. Ki hammasini ko'rib chiqadilar hammasini. Har bir Epstein anomaliyasi. Triadasi. O'tamiz. Triadasi, pentadasi. Triad 3 ta simptom, 4 ta simptom, 5 simptom. Va qaysi ekan? Epstein anomaliyasi. Epstein anomaliyasi. Bu ko'p parok. Stenotik tug'ma, misol uchun bemor tug'ma o'pka arterial stenozi bo'lishi mumkin bittasi. Tug'ma aorta koartatsiyasi bo'lishi mumkin misol uchun bemorda. Mana shunaqadek stenotik. Tug'ma. Aralash shu to'g'ri aralashib kelsa, birinchi bitta qo'shib kelsa, bu aralash hisoblanadi. Arteriovenos arterial venaga qo'yilyapti. Oq parok, ularga bo'lmachilar autozodekti, qorincha autozodekti va batafolik ochiqligi. Vena arterial ko'p parok hisoblanmayapti. Fallo tetradasi, pentadasi, triadasi va vena arterial qo'shimcha Epstein anomaliyasi. Stenotikka tug'ma o'pka arterial stenozi va aorta koartatsiyasi kiradi. Yozib bo'lmaymi? O'zbeklar ketdik. Bugun o'tamiz. Ochiq arterial yo'l. Yozamiz. Bizga nimaga rasm. Birinchisi barqaror yo'l ochiqligi ochiq arterial yo'l deb yozasiz. Bu stenotik. Stenotik. Koartasi degani oldinda u pastga tushsa to'yatlarda orqada qismi. Shu. Stenotik. O'zi ta'sir etish kelsa mayli, masalan, kimda ta'sirni so'ramayman. Ta'sirni oxirida so'rayman, chunki hamma kasallik o'tib bo'lgandan keyin o'rgansak osonroq. Xo'p. Mana bizda sog'lom o'zi bo'lachada, o'zi bemor bo'lacha homiladorlik paytida odatda quyidagi vaziyat ro'y beradi. Ya'ni
bizada o'pka arteriya bosimga qo'l bo'lgan hisobga homilador bo'lgan payti o'pka arteriyasidan aortaga qon o'sib turadi. Tushundingmi? Homilador onani ichida o'pka arteriyasidan aortaga qon o'sib turadi. O'pka qon bo'lishi shart emas. Bo'lishi emas. Bu kerak bo'lmaydi. Endi bola tug'ilgandan keyin quyidagi jarayonlar yuz beradi. Birinchi jarayon bola o'pkasi bilan nafas ola boshlaydi. Aortada bosim oshadi. O'pka arteriyasida bosim pasayadi. O'pka orqali nafas olganligi hisobga qon kislorodga to'yinadi. Birinchi, bola tug'ilgandan keyin qichqirdi, tug'ildi, dastlabki 15-20 soatda nima bo'lyapti? O'pka orqali nafas olyapti, aortada bosim oshyapti, sog'lom bo'ladi. O'pka arteriya bosim tushyapti, qon to'ynyapti. Qon to'ygandan keyin mana bu yerdagi mushak qonlari bo'lganligi uchun qonda asetilxolin miqdori, bradikinin miqdori oshadi. Mana bu jarayon tufayli dastlabki 15-20 soat ichida mana bu shunday obliteratsiyaga uchraydi. Bitib ketadi. Sog'lom. Bola tug'ilmasdan oldin o'pka arteriya bosimga qoraydi. Mana o'ng qo'lga chiqqan paytda aorta qonib ketadi, to'g'rimi? Endi tug'ildi. Qanaqa joy? O'pka orqali nafas olyapti, qichqirdi, aortada bosim oshdi. O'pka arteriyasida bosim pasaydi, o'pka sirti to'yindi, qon sirti to'yindi. Shuni hisobga asetilxolinning oshishi, bradikinin oshishi mana bu sekinliklar 15-20, dastlabki 15-20 soatda sekinliklar to'lay boshlaydi. Bu qaysi yo'l? Bataraf yo'li to'lay boshlayapti. Lekin bemorlar mana shu. Endi to'ragandan keyin juda yaxshi, hamma joyi to'g'ri, soppa-sog'lom, bemor yuragi ishlayveradi. Bu sog'lom bo'ladi. Xo'p, kim? Doktor Turg'unov aytgani, homiladorlik payti qanaqa jarayon bo'ladi, tug'ilgandan keyin qanaqa jarayon bo'ladi? Sog'lom bo'ladi. Eshitib diqqatlaninglar. Bola homiladorlik payti o'pka arteriyasi bosim baland. O'pka qon borish shart emas. Bu yerda o'ng qo'shiq chiqqan paytda qon aortaga o'tadi. Yoki bola to'g'ri bo'layotganda o'pka aortaga tug'ilmasdan oldin homiladorlik paytida. Tushunarlimi? Tug'ilgandan keyin teskarisi bemorda mabodo mana bu yerdagi obliteratsiyaga uchramasa, 15-20 vaqtga uchramasa, uje kasallik patologiya sifatida, tug'ma yurak nuqsoni sifatida qabul qilinadi. Shu 15-20 soat. Da butunlay bitkiladi, butunlay yo'q o'qish kerak. Sog'lom bo'ladi 15-20. Maksimal vaqti bor o'z-o'zidan bitishi uchun bir hafta, mana sroksaga, bir hafta. Ko'ryapsizlar, juda bitmagan, to'g'rimi? Bir hafta srok. O'zi bir hafta esa bitsa bitdi, bitmasa bir haftaga o'sha uni bitishi dardi. Tushunarlimi? Unga srok bir hafta yo'q. Sog'lom bo'ladi, 15 haftada bitishi kerak. Endi tasavvurlasizlar, bolada mana bu yo'l yopilmay qoldi. O'sha yopilmay qolgandan keyin qanaqa jarayon bo'ladi? Endi aortada bosim balandmi? Aorta bosim baland bo'lgandan keyin aortaga qon o'pka arteriyasiga oqa boshlaydi. Yo'l ochiq chunki oqadi. Bu qon boradi qayerga endi? O'pkaga. O'pkada va ko'p qon bo'lgan hisobga alveollarda ko'p qon hisobga dimlanish yuzaga keladi. Bu bemorlar bu dimlanish o'z-o'zidan mana bu o'pka, 4 ta o'pka venasiga ham ko'p miqdorda qon ketadi. Savol, nima uchun chap bo'lmashiga ko'p qon kelyapti? Qayerdan keladi bu qon?
aortaga o'pkamiz ko'pday qon bordi, o'pkaga ko'p qon bordi, dimlanish, o'pkadagi ko'p qon yana qaytib ko'p miqdorda mana bu o'pka arteriyasi kelyapti. Chap bo'lmacha kelyapti. Chap bo'lmachaga ko'p qon kelyapti, chap bo'lmachaga chap qorinchaga ham ko'p miqdorda qon tushyapti. Chap qorinchaga qon tushyapti. Shuning uchun gemodinamikada doktorlar birinchi narsa yozasiz, birinchi o'pkada dimlanish. O'pka dimlanish. O'pka dimlanish bo'lyapti. Ikkinchisi yozamiz. Ikkinchisi chap bo'lmacha gipertrofiyasi. Chap bo'lmacha gipertrofiyasi. Chap qorincha gipertrofiyasi. Hozir ayting. Nima uchun chap bo'lmacha qorincha gipertrofiya bo'lyapti? Aortada bosim yuqori arteriyasidagi qon o'pkaga boryapti va alveolar bo'shlig'ini to'ldiryapti. Alveolar bo'shlig'idan alveolar qon tomirlaridan kapillyar qon ko'rib keyin dimlanish bo'lyapti. Ko'p qon yig'ilgani sababli keyin o'pkadan o'pka venasi shu chap bo'lmachaga qo'yilishi kerak bo'ladi. Ko'p qon o'pka venasi bo'lmachaga qo'yiladi. hajmiy zo'riqishda ko'p qon kerakku depressiya bo'lishi majbur. Hajmiy zo'riqishda chap qorincha, chap bo'lmacha gipertrofiyasi, hajmiy zo'riqish chap qorincha gipertrofiyasini paydo qiladi. Jarayonni animatsion tushunib olamiz. Ba'zi miqdorda bosim past bo'lgandan bosim past bo'lsa ham tepaga qon chiqishmi? Qaysi gap? Aortaga borib. Aortaga kasallik rivojlanib bo'lgan sari to'g'radingiz, o'pkada gipertenziya bo'lib, keyin teskari qon bo'lishi ehtimol bor. O'sha paytda bemor shikayat qiladi. To'g'ri qilasiz. Hamma boshlanyapman, hali davolamaysiz, yuraveradi. Keyin o'pka ikkilamchi o'pka gipertenziya deyiladi. Mana bu bosim oshib ketadi. O'pka gipertenziya keladi. O'pkada bosim oshganligi hisobiga keyin qon teskari oqa boshlaydi. Bu paytda keyin bola ko'kara boshlaydi. Ve kasallik boshlanishida seanoz yo'q. Keyinchalik ikkilamchi o'pka gipertenziya hisobiga, chunki bu yoqdan shu aylanib ko'p qon tushgani hisobiga o'pka gipertenziya bo'lib qon emri ketadi. O'pkada qanaqa qon bo'ladi? Karbon angidrika boy qonmi? Keyin perifer butun tanaga karbonga boy qon bo'lgani uchun bemor seanoz boshlanadi. Bu boshi ikkinchi qismi. Bizda shuni endi birinchi qismini yaxshi animatsion qilib boshimiz kerak. Patient ducts arteries bu demek şu kasallik. Patient degan kasal degan, kasallik degan yoki kasal degan, kasal degani. Arterioz ductus arteriosus degani mana bu yo'l bo'lib batalfiy. Ductus arteriosus degani. Patent centrally dead. Patent ductus arteriosus or PDA is a congenital heart defect. Tug'ma yurak nuqsoni. Va bu tug'ilgandan keyin odatda yopilishi kerak, to'g'rimi? Lekin bolalar yopilmay qolsa, odatda bir hafta ichida yopilmasa, tasavvurlar, bola tug'ildi, bir hafta ichida mana bu yo'l yopilmadi. Tug'ma batafin ochiqligida hisoblanadi. Bir hafta ichida. Shularni ketdik. Mana yo'l, bilasan? Yo'l. Ductus arteriosus is an artery Demak, that connects the aorta and the ular o'zi tug'ilishdan oldin yo'l qo'yib turadi, tug'ilishdan oldin. However, To'g'rilangan yopilishi kerak. Va uning yopilishi yetishmagan oqibatda bemorda sabab bo'ladi. Yopilmasa kasallik bo'ladi. PDA allows blood to flow from higher pressure Mana aorta o'tyapti. to lower pressure pulmonary artery, creating a left to right shunt. This leads to increased Bu nima degani? Endi ingliz tilida left to right shunt degani yurakdagi chap qismdagi qon o'ngga oqadi. O'ng tomonga. Chunki yurakning chap qorinchasidagi arterial qon o'ng qorinchadagi vena sinovga quyilyapti degan ma'no kelib chiqadi. Va pulmonary o'pkada qon oqimi oshishlasadi. Sabablari noma'lum deyapti. Sabablar noma'lum bo'lganlar, bu sabab shu. Nimaga o'zi bemorda mashqasi paydo bo'lishi kerak. Birinchisi noma'lum sabab. Taxminiy, bir taxminiy omillar bor. Bu ota-onaning alkogolizmi, giyohvand modda iste'mol qilishi. Homiladorlik davrida onaning bilmay turli xil dorilar iste'mol qilishi, dorilar hisobida, medikament yoki homiladorlik turli xil virusli kasallik, virusli kasallik yana bu qizilcha.
eng birinchi qizilcha boshqa viruslar olib kelgan bu kasallikka. Ona va otasi homiladorda alkogol iste'mol giyohvandlik, bittasi, ikkinchisi demak bu qizilcha viruslar, boshqa viruslar va normal tufayli bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Yozyapsizlarmi? Third, there are some factors. Risk factorlar. Xavf omillari. Bu ko'pincha aksar bolalar vaqtdan oldin tug'ilgan bolalarda. Vaqtdan oldin tug'ilgan bolalar. Eng ko'p foizi vaqtdan tug'ilgan bolalar. Endi savol, vaqtdan oldin tug'ilish deb qachon aytiladi? 37 haftalik va 2 oydan kam bo'lsa. 37 haftagacha. Parents has PD. Family history and genetic conditions like Demak, Down bu syndrome. bemorlar turli xil omillar, va rubella, qizilchalik ham bo'ladi. Twice as common in females than in males. Hop, yaxshi. Being born at a high altitude. Lekin hop, jurnalda yashashlar. Reduced period of abnormal unlimited processes. Omillar. Now, Aktivizor, gemodinamika. the hemodynamic consequences of PDA depend on the Bemorga endi gemodinamikasi nimalarga bog'liq o'zinglar. Birinchisi, batalik yo'lning diametriga, demak yo'lning qancha diametriga, birinchisi diametriga. Gemodinamika va klinikasi quyidagi omillarga bog'liq. Birinchisi diametriga bog'liq. Batalik qancha keng bo'lsa, shuncha ahvol og'ir bo'ladi. O'zinglar qancha keng bo'lsa, shuncha bolaning ahvoli og'ir. Ikkinchisi, batalik yo'lning qanday burchak ostida qo'shilgani. Agar o'tkir burchak ostida qo'shilgan bo'lsa, gemodinamika nisbatan stabil va yaxshiroq, qancha to'g'ri o'tmas burchak ostida qo'shilgan bo'lsa, bu kasallik og'irroq kechadi bizda. Qaysi biri yaxshiroq ekan? O'tkir burchak ostida qo'shilgani yaxshiroq ekan. Video ketyaptimi? and the resistance in pulmonary and systemic circulation. Va yozgan keyingisi o'pka arteriyasining bosimiga bog'liq. O'pka arteriyasi qarshiligiga bog'liq. O'pka arteriyasining qarshiligiga bog'liq. Yo'lning o'lchami, o'pka arteriyasining qarshiligi va yana nima ekan? Qaysi burchak ostida qo'shilganiga bog'liq. So that the resistance in the aorta and the pulmonary artery is equalized. As the systemic pressure comes to exceed the pulmonary pressure, qanday tasavvurlaylar nima bo'ldi? Aorta bosim baland, shuni hisobiga pulmon arteriyaga ko'p miqdorda qon o'tyapti. Tushunasizmi? O'tdi ko'p miqdorda qon. Naqaylar. Aorta across the duct to the pulmonary artery, creating a to right shift. Bu o'zlari Additional blood is recirculated through the lungs and returns. o'pkaga ko'p miqdorda qon borishini ta'minlaydi. O'pkaga ko'p qon bormi? O'pkaga ko'p qon bordi. O'pkada qon dimlanish sal bor, unda o'zida sirkasi buzish bu. Lekin to'rt o'pkani eslagan chap bo'lma, chap qorinchaga ko'p miqdorda qon borishi ularning ventrikularida ortiqcha miqdorda qon to'planishi, ekstra blood degani ortiqcha miqdorda qon to'planishiga sabab bo'lyapti. Tasavvur qildim, aortadan qon o'pkaga o'tyapti, o'pka arteriyasidan ko'p miqdorda, chunki ham o'zining qoni bor, ham aorta qoni, to'g'rimi? U bordi o'pkaga, o'pka dimlanish bitta simptom, ko'p miqdorda qon aylanib ko'p hajm bilan ortiqcha qon chap bo'lmachaga quyilyapti. Shunga chap qorin, chap bo'lmachaning gipertrofiyasi va u yana chap qorinchaga chap qorinchaning ham gipertrofiyasini paydo qilyapti. Mana shu chap qorin, chap tarafda ko'p miqdorda qon paydo bo'lyapti. Outer circulation are increased workload. Demak, bu ta'sirida chap bo'lmacha va chap qorincha zo'riqishdan ishlaydi. Hajmiy zo'riqish va ularning gipertrofiyasi paydo bo'ladi. Increased pulmonary respiratory congestion and possibly resistance. Xo'p, buni ta'sirida endi mana shu jarayon ta'sirida demak pulmonar arteriya ta'sirida pulmonar vaskular rezistentlik ortadi va mana o'pka arteriyasidan rezistentlik ortadi. Shuni kamaytirish uchun kompyuter ravishda o'pka arteriyasida vaskular rezistentlik ortyapti. Shuni ta'sirida chap qorinchaga qiynab tushadi.
Birinchi qaysi zararlandi? Chap qo'lning nabzlari tushgandi. Buni kamaytirish uchun o'pka arteriyalarida va vaskular rezistentlik, ularda o'zga spazm bo'ldi. Bu spazmda o'pka arteriyasida ikkilamchi gipertenziya. Bu ikkilamchi hipertenziya o'ng tarafning zo'riqishiga ham sabab bo'ladi. Endi o'ng tarafda zo'riqish bo'lgandan keyin o'pka arteriyasida bosim oshgandan keyin o'ng qoncha gipertenziya tushadi va endi qon qaytadi. Aortadan o'pka arteriyasi emas, o'pka arteriyasi aortadan. Karon angitda qon aorta orqali periferiyaga borgan so'da bemorni ko'tarishlar qanday bo'la boshlaydi. Sinuslar qanday bo'la boshlaydi. Pressure and hypertrophy. Qani birinchi aqosh Clinical manifestations O'zamiz klinikasi. PTA. Klinikasi aytganimdek nimaga bo'lgan? Klinikasi ko'pincha bemorchani o'sha ductus atrofiniga yana uning qanchalar qo'shilganligiga va klinikasi qo'shilganligi yondosh kasalliklarga bog'liq bo'lishi mumkin. Doktorlar bittasi qismasi bu parod, mabodo boshqa parod bilan qo'shilib kelsa kompensatsiya vazifasini o'taydi. Bu parod boshqa parod bilan qo'shilib kelsa kompensatsiya vazifasini o'taydi. Agar mabodo shu parod bilan boshqa qo'shilib kelsa, bu parodni darrov yopib davolasak, bemor o'limiga ham sabab bo'ladi. Tushunasizmi? Boshqa parod qo'shilib kelsa, demak ikkita parod shu bilan qo'shilib kelsa, bu kompensatsiya vazifasini bajaradi. Klinika birinchisi bolalarda holsizlik, taxipnoe, klinikasi taxipnoe, rangparlik, injiqlik, uyqu buzilishi, emganda charchab qolish, qichqirib yig'laganda, qichqirib yig'laydimi? Bu o'pka arteriyasi bosim oshsa bo'ladi. O'pka bosim oshgani hisobiga bemorimizda demak ko'karishlar paydo bo'lishi mumkin. Qichqirib yig'laganda ko'karishlar paydo bo'ladi. Mana shunaqa kliniklar. Agar yo'l juda kichkinagina bozmayotgan qo'lqapat simptom bo'lib-ku, bu yo'l katta bo'lgan paytda. Masalan, endi yo'l kichikroq, yo'l to'g'riroq, bu payt tug'ilgan paytda hech qanday simptom bermaydi. Bu bemorimiz 5 yosh, 10 yoshda yugura boshlagan payti, bilmaydi, avvallar bo'lsa kichkina simptom beryapti. 20 yoshga borib qarang. Yo'q, jismoniy zo'riqqan payti, qiz bola bo'lsa homiladorlik va tug'ish paytida simptom beradi. Tushunarlimi? Bemorda hayot yo'l to'g'ri bo'lsa, 5 kunlik simptom bermaydi. 10 yoshda yugura boshlaydi, jismoniy zo'riqqan o'sha payt simptom berishi mumkin. Qiz bola bo'lsa homiladorlikda va tug'ish paytida simptom berishi mumkin. Depend on the size of the opening. If the opening is Klinikasi bitta ochiq yo'lning razmeriga bog'liq. Kichkina bo'lsa simptom bermaydi. Katta bo'lsa simptom beradi. Va katta ekan, bola tug'ilgan payt qanaqa simptom berayotgan, tug'ilgan payt birinchi hafta rangpar bemorda. Nima uchun rangpar? Chunki periferiyaga borayotgan qonni bir qismi baribir o'tkazib o'tkazyapti-ku. Periferiya kamgina qon bo'lyapti. Shunga rangpar bo'lyapti. Holsiz, yaxshi emmaydigan chashib qoladi. Обязательно taxikardiya va taxipnoe o'zingizda. Taxikardiya, taxipnoe. Tug'ilganda bolacha 100 maksimal 160 ta yurak uradi. O'rtacha maksimal 160 ta. Ularda 180 dan oshishi taxikardiya sifatida qabul qilinadi. Yoki nafas olish sonining yangi tug'ilganda 60 tadan oshishi bu taxipnoe. Nechdan oshishi ekan? 60 ta. Yurak soni oshishi kerak? Normal sondan bilishimiz kerak. Tug'ilganda o'rtacha 140-160 ta yurak uradi bolachani, pastda 180 ta bo'lishi mumkin. Nafasi esa 40 ta 60 ta bo'ladi. Nafasi. the child may be asymptomatic. Kichkina simptomlar. Birinchisi simptomlar. Continuous machinery like Buni yozamiz. Bemorda agar kichik bo'lsa, diagnoz qo'yish uchun kichik bo'lsa, diagnoz qo'ya olmaymiz. Chunki shovqin yo'q. Bu sizlarga avval to'siq emas, boshqa shovqin. Bu yerda to'siq agar kichkina bo'lsa shovqin bo'lmaydi.
tuz katta bo'lsa, shovqin paydo bo'ladi. Qanaqa shovqin yozinglar? Kasallikda bemorni dastlabki oylarda, saflarda faqat sistolik shovqin, tushunarlimi? Faqat sistolik shovqin. Bola katta bo'lgan sari ham sistol ham diastolik shovqin eshitishingiz mumkin. Birinchi qanday bir sistolik, bir necha 6 oylik, 1 yoshga kirgandan keyin ham sistol ham diastolik shovqinni eshitishlaringiz mumkin ekan. Bu shovqin. Demak, katta bo'lish shovqinasi bo'ladi. Yaxshi. And that's true. It is heard best at the left upper sternal quarter. O'zamiz We also have endocardis. o'zamiz keyin simptom aytdim, aytdim, taqdir aytdim, bemorimizda keyin narsa nima? Buni aytildi. Endi keyin narsa obyektiv ko'rikda diagnostikamiz. Klinika ko'rinadi, to'g'rimi? Diagnostika. Birinchisi diagnostikasi bemorda onasini shikoyatlari bildinglar. Bolam hozir emmaydi, charchab qolyapti, injiq, uxlamaydi, hansiraydi, chinqirayotgan paytda laboratoriyaga ketadi, yaxshi emmaydi, emas 2-3 vaqt to'xtaydi degan shikoyat aytadi, to'g'rimi? Bilasizmi, qaror ko'ring. Bu auskultatsiyada dastlab sistolik, keyin ham sistol ham diastolik shovqin, yurak urish soni taxikardiya, nafas taxtinoyi, keyingi diagnostikasida yozamiz EKG. EKG. EKG nima qilasiz? Xo'p. Bemorda kasallik rivojlanmasa, ko'tarish holati bor, esdan chiqmasin. Yoki bemorda infeksion kasallik, pnevmoniya bilan kasallik tug'an oson qo'shilib kelsa, serotin paydo bo'lishi mumkin. Pnevmoniya bo'lsa, esdan chiqmasin. Ham qichqirib yotgan payt ham, pnevmoniya qo'shilib kelgan payt ham ularda serotin paydo bo'lishi mumkin ekan bu holatda. Peki. Taxtga bilasizlar. Yana bu akilatan slaydga tamam. Ikkita belgisi bor. Chap bo'lmachi hipertrofiyasi, chap qonchi hipertrofiyasi. Bo'ldi boshlansa. Boshlanishda P vitrale buni belgisi, chap bo'lmachi hipertrofiyasi va chap qorincha hipertrofiyasi chiqadi. Boshqa narsa yo'q. Mana bu kasallik rivojlanib bordi. O'pka arteriyasida bosim oshdi, to'g'rimi? Bosim oshgani hisobda qanaqa o'zgarishlar deydi? Demak, bemorda pulmonal qo'shilishi. Pulmonal. Bu keyinroq hali kasallik rivojlanadi. Keyinroq. O'sha pulmonal ham bu petishchada bo'ladi, to'g'rimi? Ha, petishchada. Bu petishcha, o'sha Jackson petishcha. Bu mitral. Chap bo'lmachaniki, bu o'ng bo'lmachaniki. O'ng qo'l zo'riqishi mitral. Keyingi qildilar, obyektiv ko'rikda yozamiz, yurak bukligi bor. So'ng Rustam aytdi, nega yurak bukligi paydo bo'ldi bo'lashadi hozir? Buzoqcha 2 yosh bola, yurak xarob bor, 2 yil xarob bor. Yurak bukligi bor, nega paydo bo'ldi? Chap qorincha hipertrofiyasi va tashqariga so'rga yupqa ko'krak qafasida yo'lga zarb beryaptimi? Bu zarb har safar sekin bo'lsa, keyin bo'rtib chiqib bukligi paydo qiladi. Asosiy sabab hipertrofiya deysizlar. Eng asosiy hipertrofiya. Demak, yurak bukligi bo'lgan bo'lacha. Tashqariga ham miqdor bor, lekin tashqari bo'laversa, hipertrofiya bo'lmasa, befoyda. Hipertrofiya kuchaygan yurak urish kerak. O'sha yurak bukligi obyektiv ko'rinadi. Ha, obyektiv ko'rish. Ya'ni bu obyektiv ko'rikda. Yana nima qilish mumkin? Ana bukllik yozamiz parasternal zonada. Aytadi, parasternal zonada bukllik. Konkret, tosh joyga mana. Parasternal zona. Çok kuchaygan bo'ladi. Va ozgina chap tomonga kengaygan bo'ladi. Chap tomonga bitirasi. Çok kuchaygan bo'ladi. O'ng qorincha gipertrofiyasi rivojlangan payti ba'zilarda epigastral pulsatsiya ko'rish mumkin. Pulsatsiya epigastral pulsatsiya ko'rish mumkin. Yosh oshgan sari endi tahlil chiqadi. O'ng qorincha gipertrofiyaga epigastral pulsatsiya. Xo'sh. Ikki spetsifik emas, bilmaslik.
Bizga shovqin, chota harok bor deb o'ylaysiz, shovqin harok bor. Keyin chap qo'ronchani deb topyapsiz. Keyin o'zi yaqinlashamiz. Echo va rentgen o'zamiz. X-ray. Rentgen qilgan paytingiz faqat yurakda kardiomegaliyasini ko'rasiz. Kardiomegaliyasini ko'rasiz. Boshqa bironta simptom yo'q. Просто yurak kattalashgan, kardiomegaliyasi uchun nimadir bor deyish boshqa qilmaydi. Rentgen bilan so'ramagan farq. O'zimiz yana yaqinlashdi. Keyingi ikkinchi darajada ancha foydali bo'lgan echo qilasiz yurakni. Shovqin ko'ringlar juda bo'ladi. Kardiomegaliyasi bor echo. Echoda chap bo'lmacha va chap qorinchada birinchi bo'shliq kengaygan. Mana shuni ko'rdik birinchi. Bo'shliq kengaygan va patolog Doppler, echo Dopplerda patologik oqim, oqim ko'rgan, patolog oqim bor. Echo ko'rgan, patolog oqim bor. Patolog oqim bor. Agar keyin bo'lsa, dastlabki tor bo'lsa qiyin. Oqim bor, Doppler, echo Doppler angiografiyada oqim bor, chap bo'lmacha, chap qorincha kengaygan va normada simptom bor. Normada bemorimizda aortani diametri bilan chap bo'lmachani diametri sog'lom bo'ladi, bir xil bo'ladi. Diametr, buni diametri bilan buni diametri bir xil bo'ladi. Bemorimizda ochiq arterial yo'l kasalligi bo'lsa, batagloshligi bo'lsa, endi chap bo'lmachani diametri aortadan oshadi. Mana shunaqa simptom. Nisbati ko'pincha 1.2 ni tashkil qiladi. Necha ekan? 1.2. Siz Dopplerda oqim bor degan shunga tushundim. Oqim bor deganda bizlarda so'zing echo qilgan paytingiz ko'k va qizil rang bilan oqimni ko'radi. Misol uchun siz ko'rasiz sog'lomda faqat qon bo'lmachadan qorinchaga o'tyapti va qorinchadan aortaga o'tyapti. Bu normal. Bu bemorda mana bu tarafdan chiqayotgan mana bu yerda ham kichkina oqimcha ko'rinadi. Agar professional bo'lsa, yo'l keng bo'lsa, nimadir o'tyapti, o'tkazib degan narsa oqim paydo bo'lishi kerak. Faqat oqimni bu echoda ko'rsatib turadi. Echoda ko'rsatganida echo qiluvchi kishi ko'rsatganida ikkita oqim bo'lsa, ikkita ikki xil rang o'tganida chaqmoqday bo'ladi. Shunday. Prosta buni hozir menga rasm yo'qda. Xullas, echoda yuboring, echoda diagnoz qo'yish mumkin va keyinroq bo'lsa. Misol uchun, bemorda mana shu gap turibdi, bu to'g'ri videosini shu mana bu aortaga chiqayotgan yo'lda o'sha bo'qasal debroqsiz qon tomiridan o'pka aortadan o'pkaning arteriyasiga qarab bitta nimadir qizilmi ko'kmi yaqinlashganini ko'rasiz. Bu normal bo'lmagan narsa paydo bo'ladi. Echoda rasm ko'rsatmasam to'xtashingiz qiyin menimcha. Tushunishingiz qiyin. Nu bilinglar, echoda oqim ko'rasiz. Faqat oqim bor. Xo'p. Endi bundan tashqari doktorlar toshni diagnoz qo'yish kerak. Toshni diagnoz qilish uchun keyingisi kontrastli echografiya. Kontrastli echokardiografiya 100% ko'radi. Kontrastli echokardiografiya 100% ko'radi. Kontrastli echokardiografiya 100% ko'radi. Şu kaçın bir vakti mi ha? Kurban kırıya. Ozgina kitap o'qish bo'yicha ingliz bo'yicha tushunchalar bor. Cardiac evaluation congenital heart lesions. Demak, bemorlarimizda kardiak yurak baholash va ortga yurak nuqsonlarini qilib beradi. Children, ko'rib turibdimi rasmni? Shu topdinglarmi? Hamma topdimi rasmni? Hamma topdimi? Ketdi. Children don't present with the typical features of congestive heart failures as seen in adults. Chaqaloqlardagi bolalarda, dastlabki chaqaloqlarda kattalar kabi yurak yetishmovchiligi
demak yaqqol namoyon bo'lmasligi mumkin deyapti. Buni boshqacha qilishadi. Bitta holat. Demak boshqa. Age is very important when assessing the child. Bolani ko'rib o'tkazishda uni yoshiga qattiq ega. Infancy chaqaloqlarda, chaqaloqlar ikki nuqta. Feeding difficulties. Ozg'anish va ya'ni bemor o'zgarsa, bemor ozg'angan va charchab qoladi. Har hamma xos narsa bitta ola keldi sizlarga. Bolam emekka charchab qolyapti. Yurak tortish haqida. Ozg'anish murakkablashib deyapti. Ozg'anish keyinlashgan. Ozg'anishga ko'p energiya sarflashga majbur. Ozg'anish keyinlashib tashlanadi. Keyingi easily fixed. Demak, bemor darrov charchab qoladi. Tezlikda charchab qoladi. Osonga charchaydi. Easily fatigued. Osonga charchab qoladi. Demak, tez charchaydi. Switching while feeding. Demak, bemorlarimizda ovqatlanish paytida terlaydi. Kamsa terlash bor. Ularga terlaydi. Tomon sonunda paytda. Rapid respiration. Nafas olishning tezlashuvi. Mana shu simptom ko'ryapsizlarmi? Haroq deb o'ylanglar. Ona ko'ryapti, bola charchab qolyapti. Emganda terlayapti. Emgan paytda dam olib emyapti. Jismoniy tez charchab qolyapti. Haroq bo'lish ehtimoli bor. Va tez nafas olyapti. Haroq bo'lish ehtimoli bor. İngliz so'zlari bormi? Tushunyapsizlarmi? Bu sizlarga tek o'rganishga tushuncha. Older children yosh kattaroq bolalarda shortness of breath, nafas qishishi bo'lyapti and dyspnea or exertion. Nafas dyspnea, nafas chiqarish ma'nosida hansirash, dyspnea hansirash. Physical examination, fizikal tekshiruv. Need to refer to normal heart and respiratory rates for ages to determine tachycardia and tachypnea. Yani bemorda yoshga nisbatan bemorni ko'ryapsizlar-ku. Bizlar aytayaptiki, sizlar ko'rasizlar, yurakni og'ritgan paytda tachypnea va yurakni nechta ko'rishingiz kerak. Yurak nechta uryapti, yurak nafas olishdan fon nechta. Buni bilish uchun siz bemorlaringizda nechta sog'lom bo'ladi, nechta uradi yuragi, shuni bilishingiz kerak. Buni bilish uchun mana bitta jadval bor. Muhra, o'zicha muhra o'qiymiz. Demak, bu yoziladi. Mana aytayapti, yuzmayapti sizlar baholash uchun u tashxinoymi, u tashxinoga bilish uchun bemorda normalda bola necha yoshda necha yurak urishi bilishingiz kerak. Yoziladi. 1 oygacha bu bo'yicha yozildi. Yurak urish soni 140 dan 160 tagacha. Bu yoki nafas esa 40-60 ta. 60 ta. 6 oylikda 130-135 ta. Normal yurak urish soni 6 oylikda boshlaman. Nafas 35-40 ta. 40 ta. Yana oldor ko'rishim doktorlar va ayayapman. 1 yoshda yurak urish soni 120-125 maksimum. 125 deyapti. Bemorimizda nafas soni 30-35 ta. Hozir yozdiray ki esa izhob ketadi. Baribir 2-3 marta qaraysiz, shifoga yozdiryapman, e'tibor qaraysiz deb bo'ladi. Shifoga qaraysiz. 2 yoshda yurak urish soni 110-115 ta. 2 yoshda qancha bo'lyapti? 110-115 ta. Nafaschi 30-35 ta. Nafas olsam 30-35 ta bo'lyapti. Xo'p. 3 yoshga ketganda 5 yosh o'tganda 5 yoshda 100 ta, nafas 25 ta. 5 yoshda 100 ta, 25 ta. 1 yoshda o'sha qaranglar, doktorlar 8 yoshdan boshlab odam bilan bir xil gaplashdi. Hatto bir xil bo'lyapti. 90 ta urish soni bilan bu yurak urish soni, lekin baribir yurak nafas olish soni ko'proq yurak yurishda. Chunki nima uchun odam tenglashyapman? Menda ham sizda katta odam, bunda sizda 90 tagacha normal-da. Bular 90 ta normal. Lekin nafas soni bizda 20 ta normal, 20-25 ta normal hisoblanadi. Ana shu narsa. Demak, bola bo'lgan bola taxminan 5 oylik. 5 oylikda uzog'i yurak soni 140 talar urish kerak deb o'ylayman. Shunga qarab bemor tayyorlaysiz. Yoki yangi tug'ilachaqoq bireylar eng muhim narsa 140 yuragi, nafasi 40-60 ta bo'ladi. Shu bo'yicha. Xo'p, ketdik. Ketdi. Bemorda xo'p
sonlarga xos xususiyatlar. Endi bu ham inglizcada foydali. Need height and weight should be assessed to determine proper dose. Bemorda o'sha orqada qolish bo'ladi. Juda xarob bo'lgan umumiy xususiyat, o'sha orqada qolish. Shu sabab umumiy always get upper and lower extremity blood pressure and pulses. Demak, yurak xarob bo'lgan bolalarda periferiyada pulsning pasayganligi va qon bosimi pasayganligini ko'rasiz. Periferiyada puls pasaygan, qon bosimi pasaygan. Bu umumiy parokchi xususiyat. Keyingi hepatosplenomegaly suggests right side hepatic. Agar yurakning o'ng qorincha yuragi bo'lsa, ularda hepatosplenomegaly paydo bo'ladi deb aytyapti. Jigar kattalashgan. Tushunasizmi? Agar o'ng qorincha ichish bo'lsa, Rails on auscultation may indicate pulmonary edema and right side heart failure, cyanosis and clubbing from hypoxia. Demak, bemorda nima bo'ldi? Chap qorincha ichish bo'lsa, deyapti. Cyanosis bo'ladi va uzoq davom etgan paytda clubbing finger degani baraban tayoqchalari. Periferiyasi kengaytirgan baraban tayoqchalar. Hammasi hipoksida. Bu ko'pincha chap tomonlama yetishmovchilik sifatida qabul qilingan. Aytmoqchi bo'lganim mavzu shu bo'yicha ketadi. Endi hamma paroglarda yurakni ehoda o'lchami deyapti, o'pkani rentgen deyapti, eho ko'ringlar, MRT qilinglar, ba'zi narsalar bor. Endi keyingi o'tamiz. Iminning bugungi mavzu patient depth arteriosning xos xususiyatlar. Buni uyga borgan o'qiysizlar. Endi shunaqa qilishimiz kerak, sal ingliz tilini qo'shib boraylik, maylimi? Yusmet tilidan. Sizlarda tushuncha bo'lsin, reading shug'ullaninglar. Faqat o'zbek kitobda ma'lumot kamroq. Bu chotki berganda bunday aniq narsalar. Ketdi. Results when ducts arteriosus fails to close. Demak, this releases blood flow from the aorta to the pulmonary artery. Demak, nima deyapti? O'zbekchasiga tarjima qilsak, o'sha aytgan agar ductus aortosus yopilmay qolsa, yopilishda yetishmovchilik paydo bo'lsa, aortadan o'pka arteriyasiga qon oqimi paydo bo'ladi deb tarjima qilsak bo'ladi. Keyingi qatorlami? Risk factors nimadan paydo bo'lishi mumkin? Xavf omillari. More common in girls, demak, qizlar turga o'xshayapti, ilk associated with maternal rubella infection va onasida qizilcha o'tkazgan bo'lsa paydo bo'lishi mumkin ekan. Buni eslab qo'ydik. Presentation if small, ya'ni agar kichkina bo'lsa, possible no symptoms, simptomlar paydo bo'lmasligi mumkin deyapti. If large, katta bo'lsa, heart failure, yurak yetishmovchiligi, wide pulse pressure, demak, puls bosimining kengayishi. Nima degani? Bemorda, hatto bu kasallikda sistolik bosim biroz yoziladi. Ductus arteriosida kasallikda diagnostika belgi arteriosida puls bosimi oshadi, va diastolik bosim oshadi, diastolik bosim pasayadi, sistolik bosim oshadi. Aytsak, murakkablashadi. Puls bosim oshdi, diastolik pasaydi, sistolik oshdi. Nima degani puls bosimi aytiladi? Demak, sistol bosim oshib, diastolik bosim pasaysa, o'zidan ortiq farq, ya'ni puls bosimi ham oshadi. Shuning uchun wide degani keng ma'noda keladi. Shu navbatdan keyingi darsda lug'at tuzib kelasizlar, 14 sizdan so'zlaydi. Large so'zlar bo'lsin so'raysiz. Xo'p, diagnosis chest X-ray. Ko'rasiz, imposed pulmonary artery with increased pulmonary markings and edema. Yurak qafasining grafiyasida, demak, pulmonar arteriyada, demak, bizda o'pka ildizi degan narsa eshitganmisizlar? O'sha kengayadi, o'zbekchasi, kengayadi. Va o'pka surati biroz kuchayadi. O'pka surati kuchayadi, o'pka kengayadi ekan. O'zbekchasi tarjimasi. Xo'p, moderate to large heart size. O'pka yurakning hajmi o'rtachadan kattalashgangacha bo'lishi mumkin ekan. O'rtacha bo'lishi mumkin ekan, kattalashgan bo'lishi mumkin ekan. Demak, agar chap qorincha bo'lsa, demak, contractile index oshishi bor. Yoki ba'zilari o'rtacha qolishi mumkin ekan. Xo'p, keyingi ECG, left ventricular hypertrophy. Tushundinglarmi? Nima degani? Chap qorinchaga Xo'p, echocardiogram, imposed left atrium to aortic root. Demak, aorta
bo'lmachi oshgan diametrda. Ductal flow, especially diastole payti qon oqimi o'tyapti mujmal. Chaqmas ko'rsatmaydi. Bu o'sha oqim borda, xullas oqim kirasida. Ductal flow degani o'sha yo'lda oqim degani. Yo'lda oqim bor narsa deyapti. Xo'p, tushunarli o'shagacha? Tushunarli. Endi diagnoz qo'yishda doktorlar ehoqlar ekansizlar, ikki qildinglar, rentgen qildinglar. Yana faqat kontrastni paragrafiya qildinglarmi? Endi yozinglar. Kontrastli rentgenografiya bor. Buni ismini doktorlar digital subattraksion angiografiya yozinglar. 6-standart digital subattraksion angiografiya. Yulduzcha, oson, kam invaziv. Shunday islatdi bu. Endi mana shu O'zbekistonda hisoblaydi. Digital subattraksion angiografiya. Demak, qon tomirga kontrast modda yuborib, o'sha qon tomirda patologik oqimni aniqlashga uringan. Nima qildi? Bemorga kontrast moddani tomirga xulasa kunlik arteriyasiga yuborish mumkin. Kunlik arteriyasiga yuborib, bemorimizni yuragini rentgen qilsa, yurakni rentgen qilsa, yurakda o'sha patologik oqimni aniqlash bo'ladi. Subattraksion mana bunday qilib mana apparatda ko'rsatilgan ekan. Bu nafaqat aslida qon angiografiya degani qon tomir. Bu ko'pincha uni qon tomirlar, ko'pincha bosh miya qon tomirlarini, yurak qon tomir ko'rsatiladi. Subattraksion angiografiya, digital subattraksion angiografiya. Mana apparatning nomi. Men ko'rmaganman o'sha apparatni. Ma'lumotni o'qib sizlarga tushuntirib beraman. Eng zo'ri kontrastli angiografiya va digital subattraksion angiografiya nomi qanday? Va O'zbekiston sharoitida ma'lumcha faqat eXoni o'zidan qo'yaptilar menimcha. Qancha bir ko'ramiz monografiyaga bugun yo'q qo'yamiz, monografiyaga keyingi hafta bo'lib qaytamiz. Shunaqa parod bo'lsa, bu parodni ko'rsak bo'ladi. Qanday mana bo'yicha eXoda diagnoz qo'yadilar. Bu kasal eXoda qo'yadilar. Diagnoz tushunarlimi? Tushunarli. Yozamiz davolash. Xo'p, birinchisi bu bo'yicha davolash. Necrospontaneously. Balkim o'z-o'zidan bastat o'z-o'zidan yo'qib ketishi mumkin deyapti, o'zi yo'qishi mumkin deyapti. Lekin do'stlar, bir haftagacha. Bir haftadan keyin u narsa yopilmaydi. Yopilmaydi bir haftadan keyin. Bir haftadan keyin yopilmaydi. Agar diametri 5 mm-gacha bo'lsa, okklyuziya qilish mumkin deyaptilar. Okklyuziya. U qanaqa usul? Uni ko'rish uchun keyingi videoga murojaat qilamiz. Okklyuziya birinchi raqam doktorlar ko'ramiz okklyuziya. The Heart Center at Nationwide Children's is dedicated to the unique needs of its patients. If your baby has a heart arteriosis, also known as a PDA, your doctor may recommend a procedure to fix it. Called a patent ductus arteriosus. Occlusion, dopish degan. Qanday bo'ladi? Qachon 5 mm-gacha bo'lsa. Is to eliminate excessive blood flow to the lungs and create normal blood flow through the Demak, heart. qon oqimi normalga keltirish. Tug'ishdan oldin deyapti, o'sha narsa. Darajani o'stiradi, o'pkaga borish shart emas. Steroidlar bo'lgan bor, o'pkadan aynan bosiladigan so'tga aortaga qo'yib qaranglar. O'pkaga o'tirib turibdi, aortaga. Tug'ilmasdan olib ko'rasizlar? O'tirib. Chunki o'pka borish shart emas, lekin tug'ilgandan keyin teskarisi bor. After a baby is born, the lungs fill with air and the baby gets Tug'ilmasdan oldin o'pka arteriyasidan qon aortaga o'tib turar ekan. Tushunarmi? Aortaga o'pkaga qon, aortaga qon bormaydi. oxygen from the lungs. The ductus arteriosus is no longer limited and usually closes after a few days. Bu tug'ilgandan keyin arteriya bo'lishi kerak.
Savol, mana atrezia yopilishiga, o'z-o'ziga yopilishiga nima sabab bo'lganligini Bradikeyn bilan bilan pastalarga asid asid. Ular demak asid ishlab chiqarish uchun o'pka nafas olgan payti havo to'ygan-ku, shunda havoga to'ygan paytigina bemorda mana bu asidxolin bradikeyn hisoblanadi, mana bu demak to'rashga sabab bo'ladi. Ductus arteriosus, or PDA. Extra blood flow through the PDA can increase blood flow and pressure in the pulmonary arteries. This can Demak, damage bunday to'g'rilarni qayta qiladi, qayla bunga bosimchiga baland davlat to'g'riladi. Shuni hisobga o'sha chap qorincha va o'ng qorincha, chap qorincha bo'lmacha zo'r qadda. The procedure will begin with Tak, insertion mana sizlar oson yo'li, qayerdan keladi bilmadim, qaysi venadan kiryapti manimcha. Sonda kiryapti, kirib bordi, kirdi saqladi. Kirdi mana. Angiogram ta'sirida mana okkluziya. Yo'q, rahmat. Yo'q. O'zi oqim joyida hech qanday nihoyat yo'q. Okkluziya qiladi. Inson qiladi, 5 mm katta bo'lsa, keyin tavasida torakotomiya qilib ochib, yo'lni shunday bilan bog'laydi. Uncha qiyin emas. Demak, yozinglar. Agar 5 mm katta bo'lsa, ko'krak qafasini ochish operatsiyasi qilib, ip bilan oladi, shundayga yopib qo'yadi. Nima ip bilan bog'lab qo'yadi. Bilan yopib qo'yadi, bog'lab qo'yadi, ip bilan bog'lab qo'ysa bo'ldi o'sha. Tushib turadi. Deyotimiz. Ip bilan bog'lab qo'yadi, o'zi asosiy chiqib ketadi. Manimcha ikki tomondan bo'lsa kerak bo'ladi. Ikki tomondan bog'laydi. Ikki tomondan bog'laydi. Bu tarafdan ham bog'laydi, bu tarafdan bog'laydi. Ikkinchisi, chala tug'ilgan bolalar paydo bo'lsa desangiz agar, chala tug'ilgan bolalarga endometazin beramiz. O'zlar chala tug'ilgan o'tikator bilan oldin tug'ilgan bolalarda, chala tug'ilgan bolasini yeymiz, ularga nima beramiz? Endometazin beramiz. Yashan rahmat. Endometazin. Mana bu preparatni doktorlar noya ta'siri bor, imini mashg'ulotlarni, omadorlikni 3-trimestrda bersa, bataraf yo'li ba'zan bu qo'sh ehtimoli bor. Shuning uchun 3-trimestr berilmaydi. Demak, bu emlash ta'sirida bu dori nima qilar ekan? Mana bu yo'lni qisqartirib yopishga yordam beradi. Qanday? Bir tabletka 25 mg, chaqaloqqa 4dan 1 qismini suvga yetib berasizlar. O'zi 100 chiqadi, to'xtam. 25 chiqadi. 25 chiqadi, 25 bo'ladi. 25 qismini 4dan 1 qismini. Vaqtida tug'ilganligi bermaymiz. Yo'q, befoyda. 25 tabletka qancha? 25 chiqadi. 4dan 1 qismi kunga bir mahal. Milligram chiqadi. 25 mg-da. 25 mg. Necha 4dan 1 qismi. Qancha gram shunda? 6,25 gram. Bir kunda 65 mg endometazin berasizlar. Kimga berasizlar o'zi? Chala tug'ilish. Shu basic bir hafta berasiz. Yopilmadimi befoyda. Bir hafta bering, itadi o'sha befoyda. Jeki aklashtirishdi. Xo'p, buni tugadi. Bitta videoni ko'rish tugadi. Yaxshilayapti, mana bularga e'tiborlasan deyapti. Yurak kateterizatsiya qilyapti. Bular mana treatment davolash ma'nosida endometazin. Endometazin. Qayla 1 mg degan bor ekan, men ko'rmayapman. 1 mg variantdan bor ekan, ko'rsatma qiladi. 1 mg tushadi. Peruviya, nima degan peruviya? Ana, tomon orasiga. Peruviya. No'ga 1 mg bor ekan. For injection. No, bu ko'p chiqishadi. Endi men nima yo'l yozib vaqt qarashim kerak. For injection. No, buni o'tamiz. Kasallikni gapiramiz. For injection, endometazin. Endometazin desak bo'lar ekan.
okkluziyalar, okkluziyalar yo'q, iplab bo'ladi. Oson davolash, oson. Hop, endi aytyapti, hamshiralar, tutuvchilar, bolani demak, tug'ilishdan oldin belgilarni ko'rib turish kerak. Bosimni, pulsini, temperaturaini ko'rib turiladi, deyapti bemorimizda, hamshira aytyapti. Bemorda xavfga aytadilar. Intermitatsiya bergan paytda noyob ta'sirlari bor-da, o'shanga e'tibor bo'linglar, deyapti. Hop, metodlar o'zi o'xshash 18 yoki 21 yoshgacha bo'lgan bolalarga intermitatsiya mumkin emas-da. Lekin buni shunaqa ta'siri bor, makrofen hisoblanadi, shuning uchun bizga foydasi bor davolashda. Shu. Boshqa narsa yo'q. Savol bormi? Biroq tugatdik bu mavzuni. Bitta gap bor. Hozir bugun bitta farq o'tdim. Yana ko'ramiz keyingi darsda agar sizlar bitta vazifa qilib bu aytgan narsadan 10 ta lug'at so'rayman. 10 ta lug'at so'rayman. Mavzu so'rayman, keyin yana ikkitadan farq etamiz keyingi darsda. Har kun bitta farq etamiz. Bugun bitta farq o'tdim, katta bo'lgan uchun. Keyingi safar ikkita farq etamiz. Ehtimol bor. Menimcha kardiologlar balkim bular shu gemoliz emas, ana bu tromb paydo bo'lishiga ehtimol bor. Gemolizni bilmadim. Gemoliz bu prostetikda bu. Agizm moslashuvchi narsalar. Bular aqlli insonlarga gapirish kerak. Shu oldinroq maqsadda shu prostetik, agizm moslashadigan aniqliklarni qilishadi. Balki konsultuş dor berishim imkon bor, chunki balki yodlashda ko'p qoloqni surtib tegib tromb paydo bo'lish ehtimoli bor. Bu vaqtlarda o'zi mana o'qib qaraydigan so'rashadi. Yosh qanchadan, masalan, oylik 3-chi oydan keyin qilinadimi? Operatsiya. Operatsiya qachon qilinadi? Operatsiya iloji bo'yicha tezroq qilish kerak. Nima uchun? To'g'risi, ilon davom etyapti. Bu yerda nima uchun operatsiya qilish kerak? Iloji bo'yicha 3 oylikdan boshlab darrov qilish kerak. 3 oylikdan qilish kerak deymiz. 3 oylikda 1 yoshgacha qilish kerak deymiz. 1 yoshgacha, maksimal 1 yoshgacha qilish kerak. Chunki simptom bermasa ham asorat infeksion endofari berishi mumkin. O'pka tromboemboliyasi berishi mumkin. O'pka tromboemboliyasi berishi mumkin. Anevrizma paydo bo'lishi mumkin. Ana shu uchun bemorimizda bir yerga darrov operatsiya qilib olish kerak, simptom bermasa ham. Ya simptom yugurish emas, adasini operatsiya qilishga ta'sir berish kerak. Bu yosh o'qilasi. Bilmadim, shu aksiyada kitobda qanday yozilgan, shu tezroq operatsiya qilish degan joyi bor-da. Kutib o'tirmaydi, shu 1 yoshgacha operatsiya qilish bor. Bu xavf bo'lmaydi, tartib, to'g'ri xavf bor. Bu 5 yoshda, bu boshqa farq bor. Tuz defekti bor, xavf asorat yo'q, tuz defekti xavf. To'g'ri, 20 yoshda faoliyat qiladi. 20 yoshda operatsiya qilmagan, clubbing fingers bor, labisiya, bemor shoh bo'ldi. Bunaqa bemor yashaydi. Va xavf yo'qda, so'qonda 3 yoshda bemorda o'lim yo'q. Lekin bularda xavf bor. Agar operatsiya qilmasangiz, bola 5 yoshda xavf bo'lishi mumkin. Endi aytyapti, operatsiya qilmasa, maksimal 40 yoshgacha yashaydi deyapti. Kitob bo'yicha. Operatsiya qilmasa 40 yoshgacha yashaydi degan joylar bor. Savol bormi? 5 yoshgacha bo'lish, maksimal 40 yoshgacha chegara beramiz. Bugungi dars shunday bo'ladi. Savol bormi?